Namanganlik bolalar bilan bellashuvlarni boshladik. Akamizga omadlar tilaymiz. Xizmatdoshlar yig'ilib olishgan. Ataylab To'yxonbozor go'sht markazida tashrif buyurib, mingdan go'sht kezib bugungi sovrinni qo'lga kiritishmoqchi. Akalarimizga omadlar tilaymiz. Ketdi aka. Namanganlik bolalar, udda biron bolalar. Nima deyapti akaxon? Ko'payib ketganga o'xshayapti, omad. Yengillatsa ham bo'ladi. Aka Namangandan ataylab kelar aka, yutishingiz kerak. Qani ko'ryapsiz, siz tomosha qilib turgan hamma namanganliklar aka yutsin deyapti. Ko'p shetda akajon. Albatta ko'p, ancha ko'p. Namanganlik bolalarga ko'maklashib turamiz, namanganlik bolalar. Ukam, to'g'ri. Do'stlar bilan bamaslahat, do'stlar bilan bamaslahat, bemor. Akamizga omadlar tilaymiz. Yaxshi Elchojon qani, Elchojon yutadimi to'g'riz? Gap yo'q ketdi. Olg'an Namangan. Voy! Yaxshi akaxon, yomon emas.